Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndə edəkdənlər xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Aslan vaqt keçirmiş 27 mart günü e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyev 26 mart günü Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev bilan Ostonada ko'rishib yig'in uyushtirgan. Qosim To'qayev atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni Qozog'istonning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishda muhim strategik rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Qosim To'qayev yig'indagi so'zda Xitoyning dunyodagi kuchli davlat ekanligini tilga olib, o'zining Xitoyning qo'shnisi munosabati bilan Qozog'iston-Xitoy hamkorligini eng yuqori ravishda taraqqiy qildirishda ching turdiganligini bayon qilgan. Erkin Tuniyev mushabtalik O'rta Osiyo ziyoratida yana 28 mart kuni O'zbekistonni ziyorat qilib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishgan. Ikki taraf Xitoy-O'zbekiston savdo hamkorligida 10% eshish ko'rligilik to'g'risida muzokiralashgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishni umid qilganligini, yangi texnologiya, dehqonchilik, suv kuchini boshqarish, transport, bankchilik, moliya, ma'rif va an'anaviy tibobat jihati ikki davlat orasidagi hamkorlikni kuchaytirganligini bayon qilgan. Erkin Tuniyev bu qatimliq O'rta Osiyo ziyoratida yana Qirg'izistonni ziyorat qilgan bo'lib, Qirg'iziston Ministerlar kabinetining raisi, Qirg'iziston suvchilik va dehqonchilik ministri Bayqit To'qaboyev bilan ko'rishgan va yig'in uyushtirgan. Bu ko'rishda Qirg'iziston Xitoy bilan tijorat, iqtisod, madaniyat va konchilik sohalarida yangi hamkorliklarni hosil qilgan. Angliya hukumati Angliya ministerlari qartilgan internet hujumlarining orqasida Xitoyning borligini rasmiy ravishda e'lon qilgan. İki kishi va bir shirkat bu voqeada qo'li deb qarilib jazoga uchirgan. Angliya bosh ministri yordamchisi Oliver Dowden Xitoyning o'ziga tanqidiy nazarda qaraydigan angliyalik millat vakillarining uchurlariga, shundaqla 40 milliondek angliyalik saylovchining uchurlariga erish uchun to'r hujum qo'zg'aganligini tilga olgan. Xitoyning Angliya turishliq bosh elchixonasi Angliya hukumat tarafining bu ayblashlarni tamoman asossiz ayplash deb javob qaytarib, bu xil ayblashlarni Xitoy qarshi o'tirg'i chiqarilgan yomon niyatlik tuhmat deb atagan. Bu voqeada jazoga uchirgan ikki Xitoy fuqarosi Guangzhou va Nigao bo'lib, jazoga uchirgan shirkat Wuhan Shaoruji pan texnik shirkati ekan. Angliya hukumati tarafi bu shirkatning Xitoyning aktiv hujumchi qo'rqitish guruhi 31 nomli jasuslik guruhiga tava shirkat ekanligini o'tirib qo'ygan. Angliya hukumatining yuqori ikki shaxsga va shirkat qo'ygan jazosi ularning mol-mulkini to'g'natish, Angliya fuqarolarining ular bilan hamkorlashishini yoki tijorat qilishini cheklash, hujumchi tarafdan Angliyaga kirishini cheklash qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Oliver Dowden bu vaqtda Angliya yomon niyatli to'r hujumlariga sukut qilib qarab o'tirmaydi. O'zimizning demokratik sistemimizni va qimmat qarashimizni qo'g'dash Angliya hukumatining eng muhim vazifalaridan biri degan. Dowden yana Angliya turishli Xitoy bosh elchixonasi Xitoyning bu voqeadagi pozitsiyasi to'g'risida javob berishga chaqirilganligini bildirgan. Reuters agentligining 26 martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Yangi Zelandiya Xitoyning Yangi Zelandiya parlamenti a'zolari qarshi to'r hujum qo'zg'aganligini shikoyat qilgan. Xitoy raisi Xi Jinping çarşamba günü Beijingda Gollandiya bosh ministri Mark Rutte bilan ko'rishganda, Mark Rutte'ga texnologiya jihatda bizga putli qashang bo'lish, sanoat jihatdagi ta'minlash zanjirlarini uzib tashlash g'arizida bo'lish qatorliqlarning hammasi bo'linishga va chedanlashga yo'l ochadi degan. Xi Jinping uchrashda yana hech qanday kuch Xitoyning texnologiya taraqqiyotiga putli qashang bo'la olmaydi degan. Xitoyning bunday so'zlarni aytishidagi sabab Gollandiyaning Yevropa allari bilan bir qatorda Xitoy bilan qilayotgan o'zak urushiga ishtirokchi bo'lganligidan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.